Do'stlar, qo'limdagi nima ko'chat deb o'ylaysizlar? Bu qaranglar, qop-qora rishta tomirlar, xudo xolasa buni ekishga tayyor qilib qo'ydik kasetalarga. Mana bu holatda mana olib kasetalarga ekiladigan qilib tayyor qilib qo'ydik mana. Rishta tomirlar. Bu quldudan ko'chatlarimiz 5-6 xil yangi sortlari bor. Yil 12 oy qiladigan. Albatta bu videolarimiz doimiy qo'yib boryapmiz. Kimgadir yoqyapti, kimgadir yoqmayapti. Kimgadir manfaatli bo'lib ozgina bo'lsa ham foydamiz tegayotgan bo'lsa, biz shundan xursandmiz. Xudo xolasa elimizga, yurtimizga shunaqa sifatli ko'chatlar, mevalar yetkazib berish Xudo xolasa niyat etamiz. Kimga shunaqa yangilik narsalar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Buni ko'chatlar Xudo xolasa bor. Ayrim 10 kun, 15 kundan keyin soni cheklanib qolishi mumkin. So'raganlar Xudo xolasa juda ham klientlarimiz serob avgust 5idan Xudo xolasa ekishni boshlaymiz. Kimga shunaqa yaxshi ko'chatlardan, yaxshi ishonchli sortlardan kerak bo'lsa, aloqadamiz 24 soat. Faqat sizlarga zo'ridan tavsiya qilamiz mana. Oppoq rishta tomirlar, Xudo xolasa endi inshaalloh Xudoning izni bilan bu olib borib ekasiz 100% bas 90-95% Xudo xolasa yaxshi qarasalar o'sib sentyabr oyiga yaxshi tagiga ishlovini bersalar hosil ham beradi bu sortlarimiz. Yil 12 oy qiladi. Xudo xolasa doimiy aloqadamiz, nomerlar qoldirib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa, Qo'li dehqonga obuna bo'lib, laykni bosib aloqaga chiqaverasizlar. Laykni bosamiz mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatib borayotganlarga doim omad tilaymiz, dehqonlarimizga, biz obunachilarimizga. Laykni bosamiz.